Assalomu alaykum hammaga. Mo'jizani qaranglar. Ana. Mana. Hech men hayotimda o'ylamadim. Mana shunaqa qushim bo'ladi deb. Bu abobil qush. Makkatulloni himoyada nima deydi? Allohning buyrug'i bilan Abrahani yengan qushlarning avlodi. Mana ajdodlari Abrahani yo'q qilgan, yer bilan yakson qilgan. Bugun kechki payt restoranning oldida, sirk oldida ko'zim tushib qoldi. Qarasam bitta qush turibdi. Birinchi qaldirg'och deb o'yladim. Qaldirg'ochga o'xshamaydi, rangi boshqacha ekan. Bitta xitoylik sal qoldi bosib olishga. Naq qarasam, juda boshqacha qush ekan. Olim, ko'zi ko'r, yarador bir ahvolda ucha olmasdan turibdi. Lekin chaqqon yaxshi. Hozir olib kelib boqdim. Qurtlarni zoo magazindan sotib oldim. Xudo xolasa tuzalib qolar. Mana abobil qushim bor endi. Allah. Qaranglar. Allah. Ana.